Uyda kitap saklamagan bolsa, men näden okuy. Keyin yana bir qism o'quvchilar menga Lermontovning Pushkinning dastanlarida taqdim qilib, shuni men ko'chirib chiqqanman endi. Ehtimal mana bu mening adabiyot maktabimning tunji boshlanishi bo'lsa kerak. Shuna bir kutubxonaning endi ba'zi hali aslahalari mukammallashgan hisob qadamda mujda bir kutubxona ekan. Bir kutubxonaning atrofidagi odamlar ko'rsatgan ijobiy ta'sirini ma'lum bir xil o'lcham bilan ko'rsatib berish tas, lekin buning ta'siri haqiqatan zo'r bo'ldi. Ammo men buni kutubxona ko'rgandan keyin kutubxonada shu kuni 4-5 odam u yerda chechilib o'tiribdi. Qanchalik odam kelyapti desam, har bir kunda bersak 70-80 dedi, ba'zi 50-60, ba'zi 30-40 shundaqmi? Müştaq bir adam bor dedi. Asasen boş o'rinlar. Men ayerga bir sinflarning ko'zini ko'chirib baqdim, asasen boş endi. Mening qarashimda o'sha atrofda uyga ish qildiganga uy topolmayotgan, uyi kichik, yalnız uyda bolalar jiq. Bir bola topshiriq etgan, endi yasi kirib ishlaydigan, yasi siyib qo'ydigan. Manda bir ahvol bor-da. Yalnız vaqirab, jaqirab yig'layotgan, shunaqmi? Uyga ish qilishcha tinch muhit yo'q, bunda bir oila bo'lishi mumkin. Bular acaba boshunda bir o'rinning borligidan xabardor bo'lmaganmidi? Men bir o'ylandim endi-da. Mening shu xabar yo'q o'xshaydi deb qaradim. Shunda ko'chib chiqsam, ko'chada odamlar mig'ildab bu yerda birisi qo'g'in sotayotgan, birisi ishdan ko'tarib sotayotgan, birisi ko'ynak, birisi chopon, birisi lo'nga, birisi tozliq qog'ozi, yana birisi boshqa bir narsalarni ketayotgan emas-da. Acaba adamlarning bir kitap o'qiydigan ehtiyoji taxi bormi-midi? Amerikada bir psixolog var, Abraham Maslow degan, uning bir nimasi bor. Ehtiyoj nazariyasi, ehtiyoj qatlam nazariyasi deydi. Odamning birinchi ehtiyoj biologik ehtiyoj edi. Biologik ehtiyoj yeyish, ichish, uxlash, ana ko'pish. Yani bu biyologik ihtiyaç degenin özü o bo'lmasa hayat uzib qoladi endi. Uzuqlanmasak o'lib qolamiz endi. Demak, hayat yashash uchun paydo bo'lgan ehtiyoj va hayat yashash uchun qandaydir bir ehtiyoj bo'ladi-da bu endi. Endi ehtiyojlarning eng tuyuni shu bo'ldi endi. Agar bir odamning ki turmushida tutgan qilgan aytganlarining hammasi umuman teragchilik uchun bo'lgan ish bo'lsa, andaqda bunun turmuşu, baxtdan söz açqan olmaydı, umuman qilib aytganda, hayat uchun duch kelayotgan xristianlarni qandaq yangi ish uchun bo'layotgan narsa. Masalan, mening doim qilgan harakatim qandaq? Uy, masalan. Shunaqlamda qo'saqni to'yg'izish, o'lib ketmaslik, sovuq qolmaslik, shunaqmi? Mandal bo'lib o'tib ketadigan ish bo'lsa, bu hayotning eng to'yin darajasi bo'ladi. Bir cemiyette bir adamdan ki turmuşu müşterili çekilip kalsa bu olmaydı. Bu bir biyologik ihtiyaç. Ama hem adam bu kadar besbetilen bir ihtiyacımdı. Mesela bilgitiz, Babbet bulanı oylaşmaydı. Onun için qo'saq to'yg'izish meselesi, o'qirish meselesi, qo'saqni qanday to'yg'izish meselesi emas hamda hayotda qanday tushunish, hayotda qanday o'tkazish meselesi ularning tafakkuridagi masala hamda. Qanday o'g'in eng güzel bo'ldi hayot. Baxtni qada qilib, voyaga va takammuliga yetkazgan bo'ladi. Enenekin bu baxtni qanday qilib texnik odamlarga ta'sir ko'rsatish mendan mumkin. Endi unda o'zining xalqiga nurg'un odamlar mana shunday bo'ladi. Bir millatning qahramonlari, yozuvchilari, san'atkorlari deymiz, ulug'lari, arbablari, ularning ko'pinchisi o'zining xalqi atrof jamoatninki turmush haqida g'am qiladigan mana narsa bo'ldi. Ammo bir odam o'zining shaxsiy turmushida biyologik ihtiyojni qamdamay turib, u pallaga o'tolmaydi. Sinchay uchun, sinchayning ta'minining lazzatining qandayligini bilish uchun qo'saq to'yg'izish kerak-da. Bir odam qo'saq to'yg'izib, narinni ya fulani obdan yegandan keyin aniki sinchayni qanday yengil o'tlab ichish kerak bu, yo ko'kirtib ichish kerak bu, vaqt boshqa turish mumkin bo'ladi. Qo'shiq intayin bir ichib ketgan bir odam lag'mini shalab tutib yegan vaqtda undan g'azablanmas kerak. Chunki uning uchun lag'mini shiddatli yeyish uning ehtiyoji bo'ladi. Shuning uchun lag'mini san'atkorona bir xil go'zallik chiqarib, uni fokus chiqarib, estetik yeydigan uning talab qilmasi kerak bo'ladi. Chunki tamoq yeyishning estetik o'lchami bor. Qo'shiqlar muvofiq qilib,
nazaketlik çaynap, özün obrazı satışıp ketmeydigan derecede, halkın kıyafetleri sımaz buzulup ketmeydigan, yengil, sıpaya çaynaydigan buluş için bu. Onun kosuqı xil toqulgan buluş gerek endi. Şuna toyga barganda azra toyulub berişden ma'nisi dasqanga, g'azalarga shiddat bilan tegish qilmaslik uchun bo'ladi bu. Çünkü biz şiddetten tegish qilib ketsak, sal obrazimiz boshqalarning oldida xunuklik qilish mumkin-da. O'chada anandan harakatlarimiz boshqa bo'lib ketdi, mayalimiz pomuzib ketib qoldi, quloqlarimiz lapildab ketib qoldi, qarchiqlarimiz u ham bu yoqqa eg'ib ketib qolishi mumkin. Shundan sal boshqalarning diqqatini salbiy ma'noda tortib qolamiz. Shuning uchun odam bir ulug', oliyjanob, sipoya, madaniyat va tarbiya ko'rgan, isil bunda odam bo'lish uchun cho'qim oldindan bo'ldi. Qo'saq o'tkilini sharaf bilan tamomlagan bo'lish kerak. Ya'ni uni bo'lonchilik bilan halol haromni aramay yaverdigan emas. O'zining halol mehnati bilan bir insoncha g'ururi va izzati bilan uni hal qiladigan bir darajaga kelish kerak bo'ladi. Mana bu biologik ehtiyoj degan. Ikkinchisi bexatarlik ehtiyoji deydimda. Adam qo'shiq to'yib, bundan biologik hayot kafolatlantirilgandan keyin, anandan keyin uningki bexatarlik ehtiyoji bo'ladi. Ya'ni qanday issiq sovuqdan, bo'ron, qor yomg'irdan yoki yirtqich hayvonlarning, ya bo'lsa o'ylamagan bir ofatlarning xirsidan taqobil turish uchun ya bir ichimda u bir o'nkirdan yasaymi bo'ldi, yoki bo'lsa uni bir o'y, bir turalg'usi bo'ladi. Bugungi o'ylarimiz bir kunu kirib qo'yib qo'ysak, ayar bunda bir nima chiqadigan, bir kunu kirib qo'yib bunday qiladigan, mana chiqdi mexanizmlashgan bunda o'ylar. Ayni vaqtlardagi ota-bobolarimizdanki bir o'nkirlarininki bugungi taraqqiyoti. Shuna o'ymi o'xshamaydi. Hammadan uchun o'y bor, lekin o'y qo'yilgan talab o'xshamaydi. Har odam o'zining iqtisodiy ahvoli va madaniyat jihati talabi bo'yicha o'yining ishini o'rinlashtirish, loyihalash va aslahalashtirish jihati o'xshamaydi-ku. Pulchi qo'ygan sir o'yga ketgan chiqimi chiqib qoladi, shu yaxshi o'yda o'tiramiz desangiz, bo'shda gap. Shun bag'an sir bexatarlik ehtiyojimiz zururiyat talabidan olqib, nima talab qilinadi? Estetik talabga, ya'ni go'zallik talabiga aylangan gapda. Beliq vaqtsiz, qush vaqtsiz, balki mana dekin. Ana o'ylarimizni pontallarni yasab, shaqirtib o'tirib tabaq yeysiz. Esil atirlarni chechishingiz mumkin. Muzikalarning o'rnini tinglashingiz mumkin. Mana bunday ketdi. Bu yerda tamoq yeyish bilan, biologik hojatni qondirish bilan, san'at bilan estetik qanday qiladi-da, tabiiyalda bu yerda mujassam bo'ladi-da, bir vaqt yo'g'rilib ketadi. Uchinchi xil ehtiyoj, tavallik ehtiyoj. Men kim deysan ekan. Men Baqaxonning bolasimi yo To'xtaxonning bolasimi, Maramni Saxonninmi yo Ayni Saxonning bolasimi? Endi o'zingizning ota-boboingiz va ajdodingiz haqida kimlik tuyg'usi shakllanadi. Sharaf tuyg'usi shakllanadi bu yerda. Men aning bolasi ekanman, juma deb ana o'zingizning ijtimoiyat jihatda kimligingizni va boshqalarni ajdodingiz orqali boshqalarni o'zingizni farqlantirish hissiyoti shakllanadi. Anandagi talablar mushtaqamdi. Muhabbat ehtiyojingiz shakllandi. Anandagi nima ehtiyojingiz shakllandi, go'zallik ehtiyoji bo'ldi. Mushmunchi bilan o'rlaydigan bir narsa. Ana shu go'zallik ehtiyojining o'zimi mana kitob o'qish uchun bo'ladi. Kitob o'qiganda bir odamning qo'shiqi to'yib ketmaydi. Ras, bu jihatda kitob o'qib qo'saq to'ymaydi. Ammo kitob o'qishni bilmagan odamninki dunyoda insoncha izzati bo'lmaydi. O'sa shu qo'saq to'yg'izishni o'ylab yashagan bo'ladi, ammo uning insoncha ma'nosi intayin kam bo'ladi. Faqat yo'q desakmi bo'lmas. Bunda to'm bo'ladi. En ustiga bugungi jahonda kuchur partlayotgan internet, telefonda har xil yo'llar hozir bir internet deb uyimizda kompyuter qarab o'tmaydigan bo'ldi. Kompyuter orqamizga chiqib bo'ldi hozir. Alma shirkati mana shu aloqa vasiyati zo'r bir inqilobni qilib uni tamomladi aslida. Ya'ni yangi bosqichlarga kiryapmiz. Dunyo o'zgarib ketyapti-da. Bilim elish shakli jihat o'zgarib ketdi. Kishilar bilan aloqa qilish shaklimiz o'zgarib ketdi. Mayli biz e'tirof qilaylik, qilmaylik, diqqat qilaylik, qilmaylik. Bizning turmushimizda allabur misli ko'rilmagan o'zgarishlar paydo bo'ldi. Biz nayt chechan bo'lganligimiz uchun dunyoga bek diqqat qilib ketyapmiz. Dunyo bizni diqqat qilishga majbur qilyapti hozir. Endi mushuning ichida bilim elish, o'zini tarbiyalash shartki vositalarning biri kitob. Kitob o'z vaqtida bilim elish jihatda
bilim ta'minlash o'zaro aloqa qilishyapti. An'anaviy vosita. Shundan bilan bir vaqtda bugungi zamonaviy aloqa davrida tushib qolmagan zamonaviy vosita. Mayli siz Amerikaga boring, mayli Angliya, Yevropa qayaga boring, Yaponiyaga boring. Fan texnik bir qadar taraqqiy qilgan har qanday boring. Kitob yana qog'oz, shunaqmi? Qara, qarsiyam, shunaq, ha? Nimadan tashkil topgan bu kitob. Yanala kishilarning madaniyat iste'molida g'olliq bir o'rin tutib keladi. G'olliq bir o'rin tutib keladi. Shuna bo'lgandan keyin endi nima uchun kitob bizlarga turmushimizga kirmaslik? Masalan, mayli Isroiliyani eling, Yaponiyani eling, Angliyani eling, Amerikani eling, kitob o'qish nisbati aholilarningki 85%dan oshgan xalqlarimiz. Yani umum nüfusun 85% yukarı kadar oldu kitap okuydu dengip. Yani biz istatistikler bakmadık Uygurlarının ki cemaatide nüfusun içinde. Ademlerin kitap okuş nispeti zaten müşübe 9-10 milyon halkın içinde kaçlık nispetli ademler kitap okuydu. Yani bir yana kitap okuşunu aile mekteplerde okuşup duruş derisi kırıp ağrış kireyek bu mu ağaç ilmi bulmadan gep bulurken. Benim karşımda hatta toluksu oturup duruyor bir adam mı çıkarak kitap okuyduğu ahvallar buldu. İhtimal ma'lum bir idarenin başkanı başka kitap okuması mümkün bo'ladi hazır. Hazır bizimki kısmen küzüşlerimizga asasen vaqtida kitap setilayotgan nurg'un odamlar, asasen bizning tijoratchilarimiz, hunaran kasblarimiz, ancha iqtisodiy kirimi yuqori bo'lmagan odamlar bo'lib hisoblanib, idora organlaridagi bir qadar iqtisodiy kirimi bir qadar yuqori bo'lgan odamlarning ichida kitap o'qimaydigan odamlarning nisbatimi xeyli salmoqli egallayapti. Hatta bazı milletlerin sarxildir deb qaralgan odamlar öz xalqining ki tarixiy madaniyati doir narsaga diqqat qilmaydigan ahvollarni bordi. Gerçi bu umumyuzlik ahvol bo'lmasmi, lekin bu shunday ahvolning borligini biz rad qila olmaymiz. Shunday bir narsa. Yani bari kitap o'qish, yani ma'lum anda sizning nazaringizda barliq ishlarimiz kitap o'qishla hal bo'lmoqchi bu. Men anda demoqchi emas. Hamma ish kitap o'qish orqali hal bo'ladi demoqchi. Lekin kitap okuması bazı mesele hal olmaydı. Çünkü bu şunday bir davr. Çünkü endi tirikchilikning baş qayniyatini hamma odam haqli so'zlab kelayotganlar uchun bugungi bizning temamiz mush masala haqida bo'layapti. Sal qaralayotgan, bizda kam bo'layotgan mush masala haqida bo'layotganligi uchun men ma'timin alayli gallantiryapman deb qarayman. Buni qancha ta'kidlasak menimcha hozircha ortiqchilik qilmaydi. Endi bir mahallede bir yurtda bir aile mektebinin bulğunu işleyen katta iş oldu. Mesela Xoten aile tibabet tekniki bir Xoten pedagog tekniki bir Kaşgar pedagogik institutdaki bir orunu buluşu. Ürümcide Şinjan Üniversitesi Katarlık bir talay üniversiteler ve mekteplerinin buluşu. Muş rayonun medeniyet kıyafetiga nesli görülmegen derece zor tesir gösterdi. Jaylardan nurg'un yerlarda mesela nurg'un bizning yerimiz mektep selinsiken dergan narsa. Men sizlarga bir kitobni tavsiya qilay. 3 piyola choy. İngilizce 3 cup of tea. Hanzuscha sanbei cha. Bu kitobni o'qib o'qishinglarni tavsiya qilaman. Afg'oniston tarafda bo'lgan voqea ekan bu Hanzuch bu kitobni chiqib mana bozorlik kitob aynib ketdi. Shu yerlardagi odamlarning bir maktab serish uchun qanchalik jafo chekkan jarayonni nay ta'sirlik yozgan. Buni bir Amerikalikdan qanday yordam ko'rsatgani, yerliklarning ilm ma'rifat naqadar tashnoligi, ular sharoit yetersizlik. Shu yerning bir madaniyatlik bir o'rin bo'lgan maktabda barpo qilish qanchalik badallar to'laganligini bak ta'sir. Bu dunyoda bak setilgan kitob bo'ldi. Bu kitobni men sizlarga tavsiya qilib, ko'rpaqinglar bir maktabda barpo qilish uchun qanchalik kuch ketadi. Yani bizning rayonimizda Urumchi jumladan maktab bilan to'lgan bir o'rin endi. Jumladan bizningki rayonimiz o'zida Şinjan Üniversitesi o'xshash naydi g'olliq bir bilim yurti bor. Mushru bilim universiteti bilim rayonidan bishar bo'lishi. Atrofdagi bizning qiyofatimiz qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Buning ta'siri degan o'lchab qilish tez, nayt katta zo'r ta'sir bor. Şu yerdeki adamların kıyafetinki kiyiniş, yürüyüştürüşümüz ta'sir ko'rsatdi. Aynı vaxtki mental efendi başladı izchilarning mı? Sırtın cemiyetning sırtı ma'rifini, O'rta Osiyoning ma'rifini, Turkiya ma'rifini, Sovet ma'rifini ko'rib kelgan maxsus muhiti deymiz, shunaqmi?
Abduxoliq Uyg'ur qatorliqlarning shu vaqtda yurish turishidan o'zi atrofda qanday ta'sir ko'rsatgan. Meningcha hamma odamning uchun aytgan vaqtda kitoblar emas, ba'zi qiyofatning o'zimi odamga tarbiyalash qimmatiga bo'ladi. Chunki qiyofat insonning ma'naviy qiyofatiningki sirtqi ilishishi bo'ladi. Ishki qiyofat yaxshi bo'lg'ancha yo'qmi, odamning sirtqi qiyofati bu o'zini namoyon qilgan gap. Shuna bir rayonda cho'qib bir oliy maktab bo'lish kerak. Mening qarashim bir rayonda bir maktab bo'lmasa, shu rayonning xalqi hukumatga iltimos sunish tamoman qiq. Ey hukumat, ey janobiy muhtaram, bizning rayonimiz bunday adamlar var bizning shu manchisi darajalik bir maktabni selish kerak desa, bu hukumatni qo'llash tegishli ish bo'ladi. Albatta qonun jihatdan bu tamoman yo'lliq bir talab bo'ladi narsa. Ikkinchisi u rayonda cho'qim nima bo'lish kerak desangiz, kutubxona bo'lish kerak. Kitobxona bo'lish kerak. Mehmetli Efendi qatorliqlarimiz shu Cho'chak, G'ulja ayni vaqtlardagi ham yerda emas, kitobxona bo'lgan. Falon yerda bir kitobxona bordi. Shu vaqtlardagi mush G'ulja, Cho'chak mush rayonlarning boshqa rayonlarga qaraganda alayidin bo'lishi demaksa, Said Baqdan chiqqan ilg'or kitoblarning o'zi aldan ash rayonlarga taralgan. O'rimchiga taralgan. Shu vaqtlardagi bir qism o'zbek, tatar ziyolilari orqali ba'zi yaxshi kitoblar bizning rayonimizga kirgan. Shuning uchun masalan, nima uchun bu yil rayondan ziyolilar ayni vaqt ko'p chiqdi. Nima uchun yozuvchilar ko'proq chiqdi, yozuvchi bo'ldi. Ayni vaqt ma'rifning natijasi. Ayni vaqt ma'rif degan nima desa, tegin deb vaqtda odam bilan munosabatda. Shu vaqt o'qituvchilar, jahon ko'rgan, jahonning taraqqiyot va o'zgarishini ko'rgan odamlarning ta'sirida bo'lib o'tgan narsa. Shuna mening qarashimda bir odamning jamiyatga ko'rsatgan ta'sirini biz 2 yildan keyin, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin bilamiz desak bu xato bo'ladi. 10 yildan keyin, 20 yildan keyin yoki 30 yildan keyin ma'lum bo'ladi. Shunda ma'lum bo'ldiki, buni bir ish kuchi avlod to'xtatqili bo'lmaydi. Shuna bir yerda masalan mush xalqning bir azroq bir nimasini o'zgartay qiyofatini sevadi bir kitobxona etish kerak. Ya bir kitobxona so'dis bo'lish kerak edi, ya bir kutubxona, ya bir qiraatxona etish kerak. Qiraatxona degan qira o'qimoq degan gap-ku, kitob o'qiydigan joy degan gap bo'ldi. Buyda bo'lish kerak-da. Shuna mening qarashimda men bilmadim, endi bu shu Janubiy Quruqdan Şinjan Universitetining oldi bo'libdi, qanchalik nüfusning borligini bilmadim. Agar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining fan, ma'rif, madaniyat organininki o'lchim budjetga vaqtida qancha nüfus va yerda qancha kutubxona, qanchalik tantarbiya sariyi, qandaq maktab bo'lish kerakligi o'lchimini uni biz ko'rib baqsak bo'ladi, o cho'qim bor. Shu o'lchamga bizning hozir mush bu yuzga vaqtda tushibdi, buni biz ko'rib baqsak bo'ladi. Mening ko'rgan vaqtda ko'rganimda sirtki mamlakatlarningki nurg'unlarni bo'lib taraqqiy qilganlarning mamlakatda kutubxonalar shu maktablarning o'quvchilari va o'quvchilari ejitilganlar bo'lmasdan, uning kutubxonasi shu atrof jamiyatning odamlari uchun ejitilgan bo'ladi ekan. Masalan, men Beymanda o'tirgan bo'lsam, men yoki Şinjan Spendashini o'qib so'rgan bo'lsam, Şinjan Universitetining kutubxonasini o'zimning shu kinishkamni yoki o'zimning nima deymiz, ID kart degan o'zimizni kimlik hamamiz duanamizni ko'tarib kirgandan keyin shu kitob elish qishadi bo'ladigan gap kelamdi. Endi bizning hali legallashlar bo'lyapti, hozir muzeylarimizni haqsiz yechib o'tyapmiz yaqin bo'lsa. Xalq bog'chilarini haqsiz yechib o'tadigan bo'ldik har holda hamda. Asli xalqning muzey degan amaliyotda shu kishilarimizni vatanparvarlik tuyg'usi bilan tarbiyalash, ma'rifat, madaniyat tuyg'usi bilan tarbiyalash bir baza. Shu muzeylarimizni qachon odamlar baza ziyorat qila oladigan bo'ldi herhalde. Bu yaxshi ish. Bog'chilarni ham de herhalde haq aylanib oladigan bo'ldi. Xalq bog'chisini xalq o'zi kira oladigan bo'ldi herhalde haqsiz aldirdi. Chunki aşımı bir cemiyetin xalqqa nisbatan bir illiqlik yetkazishdan bir nishondir, bir belgida bunday narsa. Endi shuni sirtning maktablaridagi kutubxona butun xalqningda, shuning uchun shu xalq ekanligini bildiradigan shu narsa bo'lsa, shu yerga kirib kitob ariyat olamiz, kirib shu yerga kitobni o'qib chiqa oladi, qiraatxonlar narsani. Kitob ariyat kirishga tegishli resmiyatda bejelga havolasida chiqib nima qiladi. Endi bizda bu ahvolga o'zgarish bo'layapti hozir. İhtimal bunu da ki bizden Şinjan Ulus'un kütüphanesi ihtimal
Şinjan Üniversitesi'nin qarış tarafidagi mahallada o'tirayotgan ma'lum bir fuqaroni kirib bu yerda chiqa oladigan va kitob o'rganadigan bo'lishi mumkin bo'ladi. Chunki u dasho degan shu oldidan shu atrofda xalqning boyligi emas bu. Anadaki xalqdanki bayeri kütüphanlarını ko'rdim endi. Kütüphanlarning qurilmasi har xil o'zgarish va o'yini so'zayman. Masalan, anadaki yana bizlik bir jamiyatning qurilmasida, ommaviy madaniyatning qurilmasida tantarbiya saroyidan bo'lishi. Endi do'qmasa var bormi, yo'qmi? Kütüphana yo'q edi. Hatta bizning xalqimiz bizni kütüphana lozim deb demedi taqa. Shuning uchun bo'lmaydi. Bizning xalqimiz desa biz kütüphana lozim deb mesela şirketçi deyimiz ben hayallerini saldığa edenler mi? Lobellerge mi hocayla? Kütüphanımız bombaş öğrenmeyimiz veya bizi ballarımız kirip kitap okuyduğu yer lazım. Çene kıdığanlar yer lazım. Ballarımız oynadığı yer lazım. Su ubamızı öğrenmeyimiz dese. Çok mu layıken bulat de. Lakin bizim halk onu talep kılmagandakin. Veya şu dükkan, çavuşa yaki ben akşatkan. Talla bazar. Hemmiye bazar de bizden de. Uyan mı bazar? Belki yer şehir bazarı bundan mı çok onlara hak bulması gereken. Angliya mı uçurak ketmepti bu musundu? Kapitalizmden asıl düşüğü bu kadar ya. Gap bizden hakta. Hakның kıyafeti özgürmegende. Kitap okuz bettaşlar, kesiptaşlar, ağabeynler deyişip ve menip ata etin, canabı neysen taraflarga çıkıp ve ne kılıp addi bir tamaklı yiyip anadaki icab yaxşı oldu ha deb yerip kelip atqadıma. Turmuşdaki baxtni, turmushdagi xushal xuromlikni ma'noni o'lchaydi. Bizda bavshaning ichida taqa. Har xil qo'rimlarni piramidadek dölib yeymiz. Turmushimizning sifatini ashunlar o'lchab o'tamiz. Shundan ma'lum bir o'g'illar 35 yoshini oshgandan keyin semirib, yuz muskullari sangilab, qo'saqlari yo'g'inab, pedayning sirtidan degan qanday bo'lib ketgan xamidek tangnidan dastdan saqigandek saqib, anandan keyin 38 yosh bo'lganda anandan keyin qattiq kasal bo'lib, anandan har xil dorilarni yeb, 45 yosh bo'lgan vaqt bir yerda o'tirib dorining gapini qilib o'tiradigan bo'libdi hozirda. 70 yoshda o'ylab qo'yib bala topadigan odamlarimiz bor bo'lgan bizniki. Yani bizde hazır 38-40 bağın to'xtab qoldik adamlar bor. Anandaki o'ylab bakın aşındak bir yerda 4-5 saat o'tirib chinqilib yeb, shu piti anandaki taksiga o'tirib berib uyimiz yetib qolgandan keyin bizning bu badan nega berib to'xtamoqchi endi. Aslida qovul, qamlashgan badan nega ketdi? Bizning tan sapayimizmi chekinish eg'ir hozir. Nima uchun bizim bir yerga chiniqib to'xtaganda 5-6 biz bir yerga bir tik-tak top o'ynab kelaylar. Suv yüzeylar. Yalnız piyoda menib kelaylar uchun Piyoda bu qo'saqni ichib kirib yarim lag'mani yeb anada xo'sh deyli deb. Mushlar narsadan huzur ola oladigan narsa bo'lmadi. Amaliyotda biz bu o'lchamdagi masala bu. O'lchamdagi masalada. Şu hozir bizdagi bo'lib shu Xanzo yo'ldoshlar bir o'zgarish bo'libdi. Men kuzatganimda ular narsanga chiqadigan mayanda Shiringo deymizmi? Balbal qo'riq jilg'a shu taraflarga berib hozir ataytin velosipeddan mashinasidan berib mashinasini to'xtatib qo'yib piyoda minib u yerda elib olgan nani azroq yeydigan narsani elib olib mineral suvdan ichib anada kelgan mashinasi haydab qaytib kelgan bir kunlik turmushni oddiy sodda manda bir o'tkazib harakatni jiqroq qilishni turmushdagi bir xil baxtning bir ko'rsatkichiga aylantirgan. Bizden karşı hanım kızlarımız beni oturup bir yerde cık yavatkan. Oğullarımızın bir yerde yavatkan, işçevatkan, çekevatkan. Ameliyatda adamlar afsuslandıgan bir turmuş manzarası vardı. Dünyada onda cık yediği iş bizde kaptı. Yemin degen cık iş o. Sağının cıklık bilen bir adam ayda cık birini döylep verse özünün inavatının ki kösetkiç katardı kürdü bilen. Abroy bir xeli bakem ana moşinchilik adamlar o'sha pul xejildi menga deydi. Menaj bir adamning qimmatini taqsining soni bilan tovoqning sonini o'lchashni o'zi naytdi. Don Quxotlarcha bir hamoqatlik bo'ldi. Şu anda qana tantarbiya sarayı deyishimiz kerak. Qani kutubxona, qani kitobxona. Shuni qani biz musiqa anglashimiz kerak.
Mesela müzikler buluş gerek değil mesela. Müzikler çoğun mesela 13 bakanlı çoğun sinfoniyeleştirip onu bir anı kıldık. Endi biz bu sanat cihetki keçilikler hali bulup duruyordu. Bu cihet kızgınlık, başka avallara qaraganda nispeten yaxşı endi. Ama mening qarashim bizning xalqimiz iste'mol qilayotgan san'atni sufti jihatdan o'tgan vaqtda yuqori esil san'at darajasida taqib olmaydi. Haliqi kulujga etodlarga qaragan vaqtda bizning xalqimizning kallasida jiqat dedi. Men qarabda bir xalqni nimaga kuldiganini qarab turib, bu xalqning suftini bilgan bo'ldi deb qarayman men dedi. Masalan, bir odam muziqa elib yiqilib kelsa, kulib ketadigan odamlar dedi. Bir adamdan bir yerler bir eçilip kalsa enağın buluşu külüdüğü adamlar var. Demek bizden umumen bizim külüş cihet psikikimiz başkalarının ki bir tasarruf içindeki bir evsiz tarafları ya ki onların ki başka bir xilde kanlaşmagan bir taraflardan bir külüş arkalık özümüzün asıl acizlik boş noktanın toluklaşı uğrundukemiz. Bu bir roya galibiyetçilikten bir zamanı ifadesi de var. Es külüştüm aday. Akıl paraset kim külüş gerek, hikmet kim külüş gerek. Bottu bazı yengil bir umak ballanın küçük bir geplerden emas, sabiy bir geplerden ozurnup külümüz. Külkünün türü intayın köp. Fakat ecbi işler için külüp oturumuz mesela. Bizim külkümüzün türü pek az. İsil bir mısralarını okup aşağıda vah der. Peyzi bir müzikin anlamagan acayip geldi köyümüzde bir tebessüm ifadelense çırağımızda. Bir hikmetlik akliye sözde, kanlaşkan bir sözü. Nemi degen peyzaha deb çırağımızda bir tebessüm cilvelensin bulmam da mesela. Bunda adamlar az olur. Şuna bizden sanat mı avamdan seviyesi düşüp oldu iken. Ertistlerimiz mi avamdan seviyesi düşüp oldu iken. Avam adli nesli kanaat kılgan iken o ertist mi adli nesli kanaat kılıp ben müşhalıktan sanatkar iken ben deb yürüyordu. Ama bazağa başka yer gitip bağında bu ahir hesap neymiş oldu diye vakti alakı piçkiye su uçup kesse nemese su uçup kesse kayıkka belgürü vağan kitip atkan kayıkka ki anımda izlege adam dokşaş bulup kalamız biz. Müşahedeki sanat nisbeten televizyon kurulmayan bir adamların ki sanat ihtiyacı kandıgalıkla beledde kıymet setvalıkla ben müşahedekten sanatkar deyip kalırsa o mu bulmaydı? Şu halk onun şunçilik imkaniyeti bergen ki o sanatkar mı pulunu tepip durup sel öğrenip okup özün iktidarını terakki kıldırış gerek. Bu birisi. Yani birisi bir milletten ki sanatı ne diyeyim adet ki avab derisi toktap kılışını